Qani, qanaqa bo'lmish bo'lib qolgansiz? Gapirib bering shuni. Xo'sh, men biznesmen bo'lganman, tadbirkor. Keyin men sheriklarim sekin-sekin dokumentlarni o'zlashtirib, korxonani ham, zavodlarni ham, restoranlarni ham hammasini dokumentini yig'ib, zaraz-marazlar, podpis qo'yasan degan. Sholg'om qilishgan. Ha, qo'yib, agar shu qo'lni qo'ymasang, oila bola chaqangni qo'rqitishadi qisqasi. Men qo'yib berganman hammasiga qo'l. Mana shunaqa ahvolga tushib qolganman, ukajon. Oila bola chaqangizni ham berib yuborganmi? Yo'q, oila bola chaqani qaynona olib ketgan. Voy, keyin ichib siqilib alkash bo'lib ketgan. Ya nimaga ichib siqilish kerak? Bo'lmish degani sirazi ichib siqilish degani emas-ku. Uka, men ichmayman, lekin chekaman. Ha? Ha, bo'lsa sigaradan bering. Mana aka, mana. Faqat ko'chada yo'llarga betib chekasiz. Sigara. Sigarani ko'rganmisiz o'zi? Mana sigara chekaymi? Bo'ta chekmang. Tushundingizmi? Mumkin emasmi? Yo'q. O'zingiz chekyapsiz-ku. Studiya kimniki? Sizniki? Bo'ldi. Tema yopildi.